o'rtoqlar KFC tayyorlaymiz. Tovuq go'shtini maydalangan kashnich, murch, qizil paprika, tuz solib, ko'mgunicha suv qo'yib 1 soatga olib qo'yamiz. Men tovuq go'shtini son qismini ishlatdim. Asosan qanotidan tayyorlasanglar juda ham mazali chiqadi. Demak, 1 soatdan keyin oddiy unga ozgina tuz aralashtirib yuboramiz. Boyaga olib qo'ygan tovuqlarimizni bir marta bulg'alab, keyin yana qaytarib suvga solib, yoniga отдельный oddiy suv quyib olib qilsanglar ham bo'ladi. Men o'zim suvni ishlatdim. Yana bir marta bulg'alab, yaxshilab qoqib yuboramiz. Agar katta объемda ishlasanglar, sitada qoqsanglar bo'ladi, ko'p qilib. Va yaxshi qizimagan gazda, past olovda 17-20 daqiqada pishirib olamiz. Mana shunaqa chiroyli ranglari shunaqa bo'lib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Like, podpiska ham eslatadigan umiddaman.